6 sinf 22-mavzu. Qadimgi Yunoniston. Qadimgi Yunoniston, hozirgi Gretsiya. Bu esa geografik jihatdan Bolqon yarimoroli deb ataladi. Bolqon yarimoroli hududi O'rta Yer dengizi, janubda, sharqda Egey dengizi suvlari yuvib turadi. Bolqon yarimoroli. Qadimgi Yunonistonda asosiy baland tog'li qismi Bolqon yarimoroli, ya'ni Gretsiya shimoliy sharqida Olimp tog'i. Bu qadimgi Yunoniston aholisining asosiy qismi dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullangan. Bu qadimgi Yunonistonning eng birinchi sivilizatsiyalar bu Krit orolida, mana Krit oroli hozir ham Yunonistonga qaraydi. Krit orolida milodiy 2000-yillik ilk shahar davlat Minos tomonidan Minoy sivilizatsiyasiga asos solingan milodiy 2000-yillikda. Keyinchalik esa dengiz to'lqinlari, vulqon otilishi natijasida vayron bo'lib, ko'paytmay qayta tiklanadi va Yunoniston, janubiy Yunonistondan kelgan Axxay qabilalari hujumi natijasida Krit orolidagi Minoy sivilizatsiyasi barbod bo'ladi. O'sha yerda to'liq ma'lumot berilmayapti. Axxaylar janubiy Yunonistonda va janubiy Yunoniston orol qismi Peloponnes deb ataladi. Janubiy Yunonistonda Mikken sivilizatsiyaga asos solinadi va milodiy avvalgi 12-asrda Mikkey sivilizatsiyasini shimoldan kelgan ko'chmanchi Doriy qabilalari qo'llatadi va Sparta davlatiga asos soladi. Milodiy avvalgi 12-asrda. Qadimgi Yunonistonliklar yaxshi dengizchi bo'lib, ular O'rta dengiz orqali Misrgacha qayiqlarda borgan.